Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu safargi videomiz Taura Brand magazindan bo'ladi. Xo'p, Taura Brand magazinida qarab turaylik. Xo'p, yangiliklar kelgan. Bu ishlab chiqarishdagi ukamiz salamandra ishlab chiqarishchi. Xo'p, eski o'sha salamandra deb atalardi. Hozir buni nomi boshqa nima ekan? Firoat deb, Firoat degan brend asosida ishlab chiqarilyapti. Ayni fermerlarimizga nima deydi, yerda ish qilaman, dehqonchilik qilaman degan odamlarga yoki bo'lmasa qurilishdagilarga juda ma'qul bo'lgan poyabzallar ishlab chiqarilyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Tepalari o'sha yonlari terili, padojlari quyma, yengil qarang, brazildan ishlagan tepasini. Birinchi qilib yon taraflari zamoyli, ko'rishlaringiz mumkin. Tellatmaydi, bu xijolat, mana o'zini kiyib, bitasini kiyibcha ko'rsatuvda qulay bo'lgan oyoq kiyimlar sirasiga kiradi. Hop, keyingi oyoq kiyimimiz bu uchlari qattiq, og'ir metallar tushsa ham bemalol ishlama bo'lmaydi. Padojlari ham baquvvat, ko'rishlaringiz mumkin. Kачествоsi ham zo'r, padojlari quyma. Mana xudo ko'rsatib o'ting. Ichlari tellamaydigan, mana ayni yozga kiyadigan oyoq kiyimlari sirasiga kiradi. Xo'p, bunimizga narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, narxlari 150 ming so'mdan, donalab olganga 150 ming so'mdan sotyapmiz. Dastlabki xizmatlarimiz bor. O'zbekiston bo'yicha uni dastlabki qilib yuboramiz. Qanaqangi optimga olaman deganlarga ham optimga ham bemalol yetkazib beriladi, chiqarib yuborilaveradi. O'sha telefon raqamlarimizni yozib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, manzilni aytib o'tib ketaman. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan video qilyapmiz. Magazinimiz Taura magazini. Lokatsiyasi bor. Taura xaritaga Taura deb yozilsa, o'zi chiqaveradi. Orada o'sha manzillar tushuntirib o'tib ketyapti. Bu oyoq kiyimiz sapoy ko'rinishidagi, mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Poshnalari uzun, padojlari quyma. Ayni o'sha uchlari ham baquvvat, qattiq ishlangan sapoy hisoblanadi. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Bog'lari ham ichida. O'zi bemalol bu ham o'sha O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari bor. Donaga desalarni ham chiqarib yuboramiz. 165 ming so'm. Donaga olaman deganlar bo'lsa, 165 ming so'm. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bundan tashqari qora sveti ham bor. Qora rangi ham bor. Buni ham ichlari o'sha alohida ishlov berilgan. Screenshot qilib olishlaringiz uchun mana ko'rsatib o'tyapman. Pastda telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Buni ham o'sha bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Uchlari ham qattiq, mana ishlama bo'lmaydi. Ishlama bo'lmaydi, mana silliq. Ishlama bo'lgani yo'q, mana. Og'ir vazn nimasidan ko'rsatib, mana. Buni bukilmaydi, hech qanday ishlama bo'lmaydi. Ishlama bo'lgani yo'q. O'zgarish ham yo'q, hech qanaqangi. Bundan tashqari bundan kalta fasondagi ham ishlangan. Kalta fasonda ishlangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Screenshot qilib olishlaringiz uchun ko'rsatib tashlab o'tib ketyapman. Mana. Bu ham ishlama bo'lmaydi. Mana rangi chiqishi mumkin, qancha chiqishi mumkin. Mana yana silliq bo'lib, chiroyli bo'lib qolaveradi. Bu hali changi, mana padojda qancha chang. Ayaq izi chiqib qoldi. Ishlama bo'lmaydi, ko'ryapsizlar. 40 razmerlari ham to'liq razmer. Ko'ryapsizlar. Xo'p, bu oyoq kiyimimiz 155 ming so'm qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan bu magazinimiz. Optimga desangiz optimga, donaga desangiz donaga. Hop, telefon qilishlaringizni kutib qolamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.
bemalol o'sha optimga desangiz optimga, donaga desangiz donaga. Yana takrorlab o'tyapman mana. Aytmayapti, bo'lmayapti demanglar. Mana aytyapman, telefon raqamlarini yozyapman. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumanida deyapman. Narxlarni aytib o'tib ketdim. Yana bir qator aytib o'tib ketaman. Mana katta mana 175 ming so'm mana 175 ming so'm. 175 ming so'm bu ham. Hop, bunisi 155 ming so'm. Qorasi ham 155 ming so'm. Bu oyog'imdagi ham mana 155 ming so'm. Bemalol telefon qilaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.